Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 2026-yil 25-yanvar. Navbatdagi prezidentimizni Sirdaryo viloyatiga mansub ayyor prezidentimiz bor edi. Yani Kiyevdagi yo'lda bog'langan aniq topshiradi. Qanday? Ko'nglimdagi arava. Rahmat sizlarga. İşleriniz rivojini bersin. Hamma tomon mustahkam. Zo'r ekan arava. Devon ketishlarimiz maslahat beraman. Men yaxshi kunlarda xizmat qilib, hech qachon buzilmasin. Rahmat. Biz shu yerdan Yaxshi kunlar bo'lsin. Bu prensipimizga kelsak, bu prensipimiz 1.50 ga 2.50 razmerda bo'ldi. Mana 15 yil valorlar qo'yilgan, parkoplarni o'rnatib, zanjirlari bilan chiroyli qilib mana akaga topshiryapmiz. Keldilar shunday olib ketyaptilar mana. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaversa, manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Nima desak bo'ladi endi? Arava uchun mana kelaverasizlar. Sog' bo'lasizlar. Sog' bo'lasizlar. Mana amakiga xudo xolasa topshirdik aravani. Tayyor prezidentlarimiz ham ko'p, zakaz qilishlaringiz ham mumkin. Telefon nomerlarimizni ekranda qoldiramiz. Sog' bo'ling.